Xayrman, tezroq yor. Agar kimgadir gapiradigan bo'lsa o'ldiraman. Qani, seni hozir podvalga olib tushaman, yaramas. Oldim deyaver. Qishloqda yangi manyak paydo bo'ldi. Ha ha ha. Namuncha bitta ko'p bo'lmasa. Bir she'rlar qarab qo'yaman. Jonson ko'chada qanaqa shetel ovoz chiqibdi? Bu shetel ovozni hech qachon eshitib ko'rmaganman. Daytik hozir chiqib qarab ko'ramiz. Ungacha o'ynab ketib qolmasa bo'ldi. Aha, yaxshi. Okey. Rayimda uyga nima kirib ketyapti? Assalomu alaykum. Qishloq aka. Sizga salom bergandim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaraysan, yaxshimisan? Nima gap? Siz bitta nima qilyapsiz bu qo'shni uyda? Qo'shni, qanaqa qo'shni? Yangi qo'shni men bo'laman, eskisi endi yo'q. Nima, eski qo'shnim qayerga ketib qoldi tushunmadim. Misol tushuntiribroq gapiring. Eski qo'shnini bilmayman, qarochi. Uni olib ketib qolishgan. Qayerga olib ketib qolishgan? Uni qamab qo'yishganda, qarochi. Boshim boqtirmagan yangi qo'shni bormi? Siz ismi nima? Meni ismim Frez nimaga? Yaxshi Frez, endi yo'limdan qoch. Mayli. What the fuck, yo'q bo'lib qoldimi? Yo bolalar barchalarga hozir boshqatdan. Yo bolalar barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Frezboy. Va bolalar kanalimga xush kelibsizlar. Agar sizlar bu videoga bosib kirgan bo'lsangiz, hozirroq videoga like va kanalimga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Chunki men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bola, bu qishloqni aytishi bo'yicha meni eski do'stim, ya'ni eng yaxshi ko'rgan qishloqim mana shu yerda turardi. U hozir yo'q. Bu yerda boshqa qishloq turibdi va u haqida so'rasam, uni qanaqadir politsiyalar olib ketgan va uni qamab qo'yishgan deydi. Bu narsa vobshe rostmi yoki yolg'onmi? Nima deb o'ylaysizlar? Mayli, bu yerda o'sib qolgan sabzichalar bor ekan, davaydi bularga qarab qo'yamiz. O'zi umuman bor-ku, sabzilarni boshidan qo'yib chiqish kerak-da. Bir ikkita sabzilar vobshe o'smay ham qolgan. Mana ularni qaranglar. Agarotimga nima bo'lyapti, to'g'risini aytsam bilmayman do'stlar. Tak, menga Rayim bitta kukun berganda, o'sha kukundan даже qolmagan. O'sha kukunni yana olishim kerak, lekin nomini men bilmayman. Mana qishloqqa do'stim bilar edi, hozir esa u yo'q do'stlar. Okey. Aytgancha men uyimni yangicha uslubda remont qildim, ko'rishlar mumkin. Bola, menga Telegramdan kimdir yozibdi. Ko'raylikchi. Mer nima deb yozgan bo'lishi mumkin menga? Oldimga kevor deb yozibdi. Chorsa yana qanaqadir problema bo'lsa kerak-da. Bilasizlar, mer o'zidan o'zi oldiga chaqirmaydi. Qanaqadir problema yoki yana nimadir bo'lsa oldiga chaqiradi. Davaydi oldiga borib ko'ramiz hozir. Qishloqqa qalaysan? Qalaysan, Frez? Yonimda turadigan qishloq qayerga ketdi? Bilmadim lekin. Qayerga ketibdi? Bilmadim, uni o'rniga boya boshqa qishloqqa yurgan ekan uyda, lekin olmas ekan. Jarson. O'zi qanchadan beri yo'q? Bilmadim, kecha bor edi, bugun yo'q. Jarson. Men lekin u haqida bilmayman, Frez. Mayli, seni ham ovora qilib o'tirmay. Okey. Assalomu alaykum mer, yaxshimisiz? Ke Frez, yaxshimisan? Tuzimisan? Nima gaplar? Menda gap yo'q. O'zingizdan nima gaplar? O'zingizdan so'rasang. Menda gap yo'q. Shu yuribmiz, eqitashib. Qo'shni bugun meni oldimga kelish kerak edi. Bor chaqirib kel. Bilasizmi mer aka, qo'shnim uyda yo'q. Nima degani yo'q? Ochirda kutib turlaring, jalol. Kim? Jonson, nima qo'rqitasan? Qo'rqitma oldinga kelib. Mana qiziqchi, qayerga ketgan bo'lishi mumkin u? Uni men bilmadim rostini, qayerga ketgan bo'lishi mumkin ekan, Qarochi, gap bunaqa. Men bilan hazillashmalaring bordagina edi. Meni oldimga o'sha qishloqdan chaqirib kel, Frez. U qishloqni qayerdan topaman lekin men? Bilmadim. Senga 5 minut vaqt beraman. Bor yana qarab ko'rchi. U qishloqqa uyida boshqa qishloq turibdi. Ismini Zokirmiye, Jalolmi nimadir dedi. Kecha kelgan yangi qishloqmi? Menimcha kecha kelganmi, obedda kelganmi bilmadim.
Mayli, agar uni ko'rib qolsam mani oldimga chaqiraver, xo'pmi? Xo'p, mayli, rahmat. Okey. Nimaga rahmat dedim Jorson. Bolalar, ana ko'rishingiz mumkin. Menimcha o'sha qishloqqa bo'lish kerak. Nima qilyapti Jorson bu yerda? Assalomu alaykum. Jonson qo'rqitib nima deysan? Yaramas, birdaniga qo'rqitib Nimaga bu yerda blokka boshqacha? Ay, chekma, yurgan. Bu mani uyini, bu atrofi, yurgan joylarga borib ko'ramiz. Bo'lmasa militsiyaga telefon qilaman. Militsiyaga? Nima uchun lekin? Chunki sen mana chekinayapsan-ku, uyim atrofida narsalar ekan. Voy, sabab qilmas. Sizni mer oldiga chaqirayotgan edi. Mer nimaga? Bilmadim, yangi kelgan qishloqsiz-ku, balkim shungadir. Borib gaplashib keling, xo'pmi? Jorson, agarotim ustidan yurmang. Nimaga? Bilasanmi, menga farqi yo'q. Mana yuraveraman. Siz hazillashyapsizmi nimaga yurib? What the fuck, sabzlarim? G'ir down-ku bolalar bu. Menga farqi yo'q, tushunayapsanmi? Menga farqi yo'q. Bu yerda uyman sherdama hozir gaplashib beraman. Sal g'alatroq emasmi, jigarlar? Sal. Mayli. Kirchi, nima deysizlar? Uyimga kirib uxlab olsam. Bolalar, obunachilar, shu joyda stop. Sizlarga men videoda ishlatadigan modlarim yoki o'zim haqimda ma'lumotlar kerakmi? Sizlar meni Telegram kanalimga o'tib qo'yishingizni tavsiya beraman. Chunki u yerda men ishlatadigan hamma modlar va yana qo'shimcha ma'lumotlar bor. Qani bo'lmasam videoga qaytamiz. Ay, boshim nimaga ham bitta uxlab qoldim, do'stlar. Ay, soatim 8 bo'lib ketibdi. Hatya bu quduqqa borib hozir men bitimni yuvib kelmasam o'zimda bo'lolmayman. Qornim ham ochib ketibdi. Hozir bitta quduqchaga o'zim tashib chiqay. Yaxshi. Ajoyib. Bo'ldi, o'zimga keldim. Bugun tun juda ham ajoyib bo'lyapti, bolalar, ko'rishingiz mumkin. Okey. Ana qishloqqa qayerga ketyapti, tushunmadim. Bu axir shahrimizga yangi kelgan qishloq emasmi? To'xtanglar, oldiga boramiz. Jorson, sen bu yerda nima qilyapsan kecha bo'lganda? Voy, bana qo'rqitib nima qilyapsan bu yerda? Ismi nima edi sen bolani? Kutilmaganda kelib qolar ekansan deysan, to'g'rimi? Manmi? Yo'q, men hozir bu yerda uxlab qo'ygandim boyan. Xo'p, Keyin men quduqdan bitim yuvib chiqib, sen oldinga kelyapman. Qarasam shu atrofda yurgan ekansan. Nima bu yerga loy qo'yib tashlayapsan? Chekma, bu yerga yaramas. Bu joylar meni joyim, to'g'rimi? Ha, bu yerda seni joying. Jorson, mana bu yerdan Jorson, bu yerda qanaqadir ovoz eshitildi. Bilasanmi, bu zombi bo'lishi mumkin. Yo'q, Jorson, qanaqa zombi? Men zombilarga ishonmayman, ahmoq. Yana nima gapligi bor? Bu yerdan qanaqadir ovoz chiqyapti. Ishonaver, qishloqqa bu yerda ochib ko'rishimiz kerak. Yo'q, qochma. Nimaga axir men seni foydangni o'ylab aytyapman. To'poy, agar hozir bu yerda ochmasak, oqibat yomon bo'lishi mumkin. Menga farqi yo'q. Shunaqa ovoz chiqib turgani ham yaxshi, bilasanmi? Qoch yo'ldan. Ay, nimaga turtinasan, Jorson? Akalar, bu yerda bir gap bor. Bu nimaga bu joyda o'chirishga qo'ymayapti ekan-a? Jorson menga qarab turibdi. Nima, sen hali bu yerda qolib turasanmi yoki merga telefon qilaymi? Yo'q, o'zi aslida merga telefon qilish shart emas. Yo'q, Jorson bu yerda qandaydir ovoz chiqyapti. Bu meni xavotirga solyapti, to'g'risini aytsam. Bor yo'qol bu yerdan. Okey. Bo'la. Bu yerda bir gap bor. Men bu narsani albatta tagiga yetaman. Lekin qanday qilib? Bilasizlar, meni eski qishloqqa do'stim o'zidan o'zi yo'qolib qolmaydi. Menimcha bu yangi kelgan qishloqqa g'irt manyak bo'lsa kerak. Bola kutilgan edi. Men kutgan davrlar keldi menimcha. Anchadan beri manyaklar bilan o'ynashni orzu qilgandim. Yaxshi. Mana bitta yaramas manyak topildi. Buni qaranglar. Eshigini yopib qo'yaylik, Jorson. Menda eshik ham yo'q. Agar u men uxlayotganimda to'satdan hujum qilib qolsa-chi? Shuning uchun jigarlar, men o'zimga hoziroq оружие zakaz qildirishim kerak. Lekin men hozir telefon olish uchun merda oldiga borishim kerak. Mer bo'lsa uxlayotibdi.
Mayli, turg'izarmiz, lekin menga telefon juda ham zarur bo'ladi, bilasizlarmi? Juniorson, bitta nima Nima qilyapsan? Friz, qalaysan? Yaxshimisan? Friz keldimi? ha, jetellar nima qilyapsizlar bu yerda to'rtalashib chotini taslar. Sizlarda bitta gap bordi, akalar. Yo'q, biz yo'qolgan shetelni qidirayotgan edik. U qayerda bo'lishi mumkin, Friz? Men uni menimcha qayerdaligini bilaman, mer. Nima, bilasan? Yo'q, bilaman demoqchi edim, charkashib ketdim. Nimaga uxlamaysiz? Soat kechqurungi 9 bo'ldi. Men hali baxtli-ku Jorson. Boyagi shetel yo'qolgan ekan. Juda qo'rquv paydo bo'ldi va keyin yangi kelgan shetelda men uni qo'lida pichoq urdim, Jorson. Tushunibsanmi? Pichoq. Nima pichoq? Qanaqa pichoq tushunmadim. Bilasanmi? Pichoqdagi pichoq. Unda pichog'ida uchi qon bo'lib yotgan edi. Nima? Qon? Men sizga aytgandim, mer aka, u qishloqingizda bitta gap bor degandimi? Jorson tiqilmay turinglar. Bizga ham qiziq bo'lyapti-da, nima gap? Menga telefon bering hozirroq. Men uni podvalida eski qishloqimiz yashirib qo'ygan deb o'ylayman. Agar hozir menga tezroq telefon bermasangiz, oqibat yomon bo'ladi. Jorson, farosatsiz qishloqlar. Telefon, Telefon berdingizmi? Telefonda hozir men foydali yo'lga ishlataman. Sizlar eshiklarni ichkaridan qulflab olinglar. Bo'lmasa manyak sizlarga hujum qilishi mumkin, tushundinglarmi? Yo, bizni qo'rqitma, Friz. Nimadan qo'rqasan? Ichkaridan qulflab bo'ldi, tushunarli-a? Bo'ldi. Davay, akalar, davay gaplashamiz. Bo'ldi. Mana bu binoning eng tepasiga chiqishim kerak. U manyakcha, hali ham uyda turibdi, u manyakcha, ko'rishingiz mumkin. Okay, ishini yopib. What the fuck? Nima qilyapsizlar sizlar bu yerda? Manyak kelishini kutyapmiz. Men bitta shetelga o'xshaman, lekin men bu yerda qo'yaman. Sukuni shart emas. Men buni tepasiga chiqaman va bo'lam. Biz Yandex Marketda оружие zakaz qilamiz. Alo. Sizni eshitamiz, janob. Menga bilasizmi, pistolet va uni o'qlari kerak. Nima uchun? Bizni qishlog'imizda manyak bor, o'zimizni qo'riqlashimiz kerak. Xo'sh, janob, nechanchi qishloq? Bu 13-qishloq. Bo'ldi, 13-qishloqqa aytgan narsangizni yuboramiz. To'lovni naqd qilasizmi yoki kartadanmi? Kartadan qilib yuborsam bo'ladimi hozir telefondan? Albatta bo'ladi. Faqat tezlashinglar, biz o'lib ketishimiz mumkin. Bizni jonimiz faqat sizlar qutqarib qolasizlar. Bo'ldi, mayli, xo'p. Bitta lapatka ham, iltimos. Bitta lapatka ham. Okey, bo'ldi, yozib qo'yaman. Bo'ldi, faqat tezlashtiringlar, Jorson. Endi ularni kutib o'tirishimiz kerak, akalar. Yo, barchaga salom do'stlar, men yana qaytdim. Va bilasizlarmi, men o'zimga aytgan zakazlarimni olib keldim. Qaranglar, eng oxirgi rusumdagi pistolet va yana lapatka. Bu lapatka nimaga kerakligini videoni oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar. Ungacha meni kanalimga obuna va xuddi ko'rib turgan videolarga like bosib qo'yinglar, akalar. Sizlarning likelar meni juda katta qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Bilsanglar agar, bilmasanglar bilib olinglar. Xo'sh, u qishloqqa qayerda, tushunmadim. Jorson mana akalar ko'rishingiz mumkin, menimcha hujumda boshladi. Hozir biz orqasidan sakrab tushishimiz kerak. Okey, yaxshi. Eshikni ochlaring, yaramasdan. Jorson, qo'lingni ko'tar. Ana endi o'lding. What the fuck? U qayerga qo'yib bo'ldi? Men yana seni topdim. Bilaman, sen hammasini o'ldirgansan. Yo'q, hozir ham meni o'ldirib tashlayman. Unda oldin men seni o'ldiraman. Yaxshi, Friz, gap yo'q. Va endi oxirgi ish qoldi. Qishloqni qutqarishimiz kerak, akalar. Qishloqqa aniq shu yerdan men hozirni qutqaraman. Okey. Davay.